Assalomu alaykum uzoqda chixol obunachilari. Bugungi damasimiz bitdi. Hozir birma-bir ma'lumot beraman. Narxi va qiziq bo'lsa oxiriga qadar kuzatib turing. Narxini aytib olaman. Poliga shumka bo'ldi. Qora polilardan tashladik. Eshiklari ham shumka bo'ldi. Chixoliga kelsak, o'rtalarni zamish qilib, birma-bir qovularni o'zimiz tikib chiqdik. Ikki koja bo'ldi. Kojalari yaxshi, xudo xolasa. Uyaltirib qo'ymaydi. Stoykalari ham ikki koja bo'ldi. Patolog qismiga keladigan bo'lsak, patolog qismlari machalga qo'yib, rushni qovib chiqdik patolog qismini ham. Chixollari va orqadoglari bilan biriga bir ko'rib qo'yishlar mumkin. Akkumulyator joyini ochdik, bu qismini ham yopib yubordik. Mana ventlarni ham yopganmiz. Akalar, buni narxi qiziq bo'lsa, narxi 4 million so'mga bitta shu ishimiz. Like bosib, pardesha qilib turinglar, aktiv bo'lib turinglar.